Ancha bo'ldi gapirmay qo'ydim. Manimcha, bir xilligi mani fikrlarim unchalik qiziq ham emas-u. Endi baribir joyi kelganda aytib ketaman. Argentina yutib ketganidan keyin Misrni ajoyib kambekdan keyin ko'pchilik gapirdi. Messi bilan FIFA hammasini uyushtirilgan. FIFA Messini juda yaxshi ko'radi. Messi FIFAning o'g'li, u yerda, bu yerda yo'q. Ko'pchilik o'yladi, endi FIFA Messini olib qoldi, o'yinni yaxshiroq bo'lishi uchun, joziba kashf etish uchun. Yo'q. Agarda unday bo'lganda, menimcha Messidan ko'ra Cristiano Ronaldoni olib qo'yishardi FIFA. Chunki Cristiano Ronaldo mediyniroq, u yaxshiroq odamlarni o'ziga nima desa bo'ladi? Odamlar ko'pchilik Cristiano Ronaldoni yaxshi ko'radi. Uni Instagramdagi obunachilari judayam ko'p. O'shaning uchun ko'proq Cristiano Ronaldoni olib qo'yardi agarda medeykasi bo'yicha olib qolish kerak bo'lsa. Xullas, shunaqa gaplar. Cristiano Ronaldoga omad tilaymiz. Messiga esa asosiy, ashaddiy va eng katta kumiri sifatida eng katta omadlarni tilab qolaman. Lekin bu yil Fransiya chempion bo'lishi ehtimoli meni xayolimda, meni o'z fikrim ko'proq yarim finalda Argentina chiqib ketishi mumkin. Yana bilmadim. Futbolni kuzating, futbol eng zo'r sport. O'zingizni asrang.